Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, aziz tinglovchilar. Bugun sizlar bilan 18 va 20 yoshda yutqazmaslik uchun nima ishlar qilish kerak bo'lgan 5 ta muhim qoida haqida gaplashamiz. Demak, birinchi muhim qoida, ya'ni siz uchun hech kim javobgar emas. Ya'ni bu yoshdagi ko'p insonlar, ya'ni ota-onasi yoki atrofidagi do'stlari yoki qanaqadir bir tanishlari orqali fikr yuritadi. Ya'ni ertaga bir qanaqadir ish boshlasa, qanaqadir bir maqsad qo'ysa, qanaqadir bir ishni o'ziga diqqatini jamlay oladigan darajaga yetib kelganda, orqasida qanaqadir insonlar va muvaffaqiyat eshiklarini ochishda kimlardir yordam berishi va kimlargadir tayanishi kerakligi haqida ko'plab fikrlar yuritishi mumkin. Aslini olib qaraganda, muvaffaqiyat va imkoniyat eshiklarini faqatgina o'zingiz ochasiz. Ya'ni bu eshiklarni ochish bilan ochish nafaqat ochish, balki bu eshiklarni o'zingiz yasaysiz. Ya'ni bu muhim qoidaning birinchisi, ya'ni hech kim sizdan qarzdor emas. Ikkinchi muhim qoida, ya'ni diqqatni jamlash, ya'ni fokusni bir ishga qaratish. Ya'ni bu hozirgi zamonaviy dunyomizda eng super skill, ya'ni eng super mahorat turlaridan biriga aylanib bormoqda. Ya'ni ko'plab yoshlarimiz hozirgi kunda fanda, ilmda yoki kasb tanlashda yoki soha tanlashda diqqati tarqoq holatda yoki atrof muhitni ta'siri unga qanaqadir kelajagini qurishda balkim salbiy, balkim ijobiy formatda unga ta'sir qilayotgan bo'lishi mumkin. Buning muhim bir qoidalaridan biri diqqatni, ya'ni fokusni aynan bir ishga jamlash, bir vaqtda o'zida ikki yoki undan ortiq ishlar bilan teng shug'ullanish emas, aynan muhimlaridan va eng asosiy siz uchun, kelajagingiz uchun ta'sir qiladigan eng asosiy ishlarga diqqatni qaratish bu juda ham muhim metod, ya'ni skilllardan yoshlar uchun eng muhim bo'lgan, yutqazmasligingiz uchun kelajakdagi eng muhim bo'lgan, ya'ni metrikalardan biri hisoblanadi. Uchinchisi, bu diplom emas, hayotda sizga o'rgangan bilimlaringiz va ko'nikmalaringiz eng muhim foyda beruvchi omil hisoblanadi. Universitetlar bilamiz, aksariyat o'quvchilar universitetga qanaqadir maqsadlarda kelajakda o'zini qanaqadir yaxshi kasb egasi yoki yaxshi kasbda eng zo'r mutaxassis bo'lish maqsadida universitetlarga, ya'ni o'qishga topshirishadi. Demak, universitetlarda umumiy olib qaradigan bo'lsak, universitetlarning asosiy maqsadi sizga diplom berish, ya'ni ko'nikma emas, diplom berish. Vaholanki universitetni bitirganingizdan keyin qo'lingizda diplom bo'ladi va asosiy ishga kirish jarayonida va o'z ishingizni boshlash jarayoningizda eng muhim kalit sizga ko'nikma hisoblanadi. Ya'ni ko'nikmalar bu siz hayotiy tajribangizda orttirgan bilimlar va ko'nikmalar nazarda tutiladi. To'rtinchi muhim funksiyalardan biri, doim o'zingizga investitsiya kiritib boring. Ya'ni investitsiya so'zi bu nima? Investitsiya bu siz o'zingiz ishlab topgan pul yoki mablag', qanaqadir resurslarni, ya'ni ongingizda, ya'ni fikrlash doirangizni kengaytirishga sarflash bu investitsiya hisoblanadi. Ya'ni siz podkastlar tinglashingiz mumkin. Hozirgi YouTube platformasida bepul juda ham ko'plab podkastlar bor, juda ham ko'plab platformalar bor sizni dunyoqarashingiz va ilmingizni kengaytirishga doir. Va bundan tashqari siz pullik qanaqadir platformalar orqali mukammalroq va ko'proq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Bundan tashqari kitob o'qish, ustoz tanlash va mahorat egalari oldida bo'lish, atrof muhitni tanlash, bular sizni ongingizga va dunyoqarashingizga investitsiya kirishdagi eng muhim instrumentlardan biri hisoblanadi. Beshinchi muhim tavsiyamiz, instrumentlarimizdan biri, bu hayotda kerakli inson emas, foydali inson bo'lish tavsiya etiladi. Ya'ni bunda siz o'zingizni kimligingiz, o'zingizni nazorat qila olish, o'zingizni kelajakda qanday ishlarda qobiliyatingiz borligini bilgan holatda sizga jamiyatga foyda keltiruvchi shaxs sifatida shakllanish nazarda tutiladi. Ya'ni jamiyatga foyda keltiruvchi shaxs sifatida shakllanish bu nima? Siz atrofingizda do'stlaringiz, yaqinlaringiz, xalq, davlat va shunga o'xshagan juda ham ko'plab
sizdan foydalanishi mumkin bo'lgan nimalar bor, ya'ni kriteriyalar bor. Siz mana shu holatda sizni ertaga tanlayotgan kasbiy sohangiz va sizni bilimingiz va sizni dunyoqarashingiz hayotda boshqa insonlarga ham foydali va manfaatli bo'lish orqali sizni o'zingizda muhim bo'lgan va yana hozirgi yuqorida aytib o'tgan yutqazmaslik uchun 18-20 yoshdagi eng muhim kriteriy, ya'ni tavsiyalarimizdan biri hisoblanadi. Rahmat, sog' bo'linglar. Sizlar bizni tinglaganingizdan xursandmiz. Albatta, izohlarda yana qanday funksiyalar, qanday tavsiyalar borki, hozirgi kunda yoshlar, ya'ni 18-20 yoshdagi yoshlarimizni hayotda yutqizmaslik va muvaffaqiyatga erishish uchun muhim bo'lgan rol sifatida foydalana olsak. Rahmat, sog' bo'linglar.